Ajda Farg'ona shahar Sadvin savxoz hududining markaziy qismi Afrosiyob to'yxonasining orqa tarafidagi mahallalarda joylashgan 4 burchi 8 sotikli ushbu hovlimizni egalari aytishlari bo'yicha boshida 100 mingdan qimmatroqqa e'longa chiqarishgan. Ayni vaqtda tezroq sotishlari kerak bo'lib qolib, narxini sezilarli arzonlatib qo'yishibdi. Uyimiz ichlari remontlari yaxshi holatda, ba'zi jihozlari qoladi. Umumiy hisobda xonadon 5 ta xona, 2 ta sanuzeldan iborat bo'lib, darvozaxonadan o'ng tarafdagi asosiy bu binomizda 3 ta xona joylashgan. Ichkariga kirganda katta ayvondan 2 ta xonalarga o'tiladi. Ushbu korpus yonidan tashqarida o'ng tarafda oshxonamiz, omborxona va umumiy sanuzellar ketma-ket o'rin olgan. Gaz, svet suvlari yaxshi deyishyapti, markaziy kanalizatsiya mavjud. Uyimiz tiniq 8 sotikdan iborat bo'lib, to'g'ri to'rtburchak shaklda, o'lchamlari taxminan 22 ga 37 ni tashkil qiladi. Darvozaxonamizdan chap tarafda bitta yotoqxona joylashgan, ichida o'zini chiroyli remont qilingan sanuzellari bilan sharoitlari qilib qo'yilgan holatda. Ushbu yotoqxonadan chiqqanda to'g'rida ochiq ayvon o'rin olgan bo'lib, undan keyin yana bitta xonani ko'rishimiz mumkin. Hovlimizning orqa tarafida yetarlicha yerlar bor. Bemalol 2 qavatli kattagina imorat ko'tarsiz bo'ladi. Ushbu Farg'ona shahar Sadvin savxoz hududining zo'r lokatsiyasida joylashgan 4 burchi 8 sotik 5 xonali hovlimizning narxini egalari 92 mingga tushirib qo'yishibdi. Naqd xaridor bo'lsa yana tushirib kelishtirib berishar ekan. Qiziqqanlar bo'lsa pastda nomer qoldiraman, bemalol telefon qilib baraka qilishinglar mumkin. Do'stlar, uyimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib, videoni shunaqa fayzli hovli qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'yinglar.